Buloqboshi tumanidagi Nayman mahalla fuqarolar yig'inida aholining suvlashganlik darajasi 85% tashkil etgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkichni to'liq qoniqarli deb bo'lmas edi. Ayniqsa 85 ta xonadonda istiqomat qiluvchi aholi ichimlik suvini qariyb 1 kilometr masofadan tashib kelishi kundalik turmushda qator noqulayliklar tug'dirib, mavjud sharoitdan qoniqmaslik hissini kuchaytirgan. Eng muhimi, bu holat zamonaviy infratuzilma talablariga mos kelmasdi. Bugungi kunga kelib esa mazkur muammo o'zining ijobiy yechimini topish arafasida. Zero ayni paytda mahallada ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga qaratilgan bunyodkorlik ishlari izchil olib borilmoqda. Bir necha yildan buyon mahallamizda ichimlik suvi tarmog'i bo'yicha muammo bor edi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bizni chekka hududdagi mahallamizga ham e'tibor berilib, aholimiz tomonidan ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qondirilmoqda. Aholiga 2,5 kilometr masofadagi tarmoq tortilib, muntazam ravishda ichimlik suvlari tortildi. Bu ishlarda avvalo boshda turgan muhtaram prezidentimizga, tashkilotchilarga katta rahmatimizni, o'z minnatdorchiligimizni mahallam nomida o'z nomimdan bildiraman. Loyiha doirasida umumiy uzunligi 2,5 kilometr bo'lgan, diametri 76 mm polietilen quvur tarmoqlari tortilmoqda. Qurilish jarayoni bosqichma-bosqich davom etyapti. Ushbu tarmoq to'liq ishga tushirilgandan so'ng mahalladagi 4080 nafar aholi istiqomat qilayotgan 740 ta xonadon to'liq ichimlik suvi bilan qamrab olinadi. Eng muhimi, avval suv ta'minotidan chetda qolgan 85 ta xonadon ilk bor markazlashgan ichimlik suviga ega bo'lib, aholining yashash sharoiti sezilarli darajada yaxshilanadi. Quvonarlisi shundaki, bu kabi xayrli ishlar viloyatning har bir shahar va tumanlarida olib borilmoqda. Avvallari rayonlardan suvlarni qishlarda qiyinchiliklar bilan tashib ichardik. Mana har bitta xonadonlarimizga suvlar tushyapti. Farzandlarimiz xursand, oiladagi ayollar xursand, o'zimiz xursand. Prezidentimizga rahmat.